Mashhur xonanda dastur davomida uni o'g'irlashmoqchi bo'lganlar buvisini o'ldirib ketishgani, otasi, marhum O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vasiyati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, u o'zi va oila a'zolari haqida aytiladigan bo'xtonlarga hamma javob berishi shartligi to'g'risida gapirdi. Meni ta'qib qiladiganlar chaqaloqligimda buvimni o'ldirib ketishgan. Endi tug'ilgan paytimda meni tug'ruqxonadan o'g'irlab ketishmoqchi bo'lishgan. Undan keyin ham ancha yillar noma'lum insonlar ta'qib qilib yurishgan. Buni menga otamning o'zi aytib bergan. U kishining aytishicha, bizlarni ko'chaga u yoq bu yoqqa olib chiqadigan bo'lsa, orqasidan begona mashinalar poylab yuradigan bo'lgan. Aytishlaricha, bizni ta'qib qilganlarning san'atga daxli yo'q bo'lgan. Ularning maqsadi Sherali Jo'rayevning o'g'li, ya'ni meni yo'qotish edi. Bu gaplarni institutga kirganimda ham yonimda qo'riqchilar yurishidan uyala boshlaganimda otam aytib bergan. Mana shunday ta'qiblar orasida bir mudhish voqea ham sodir bo'lgan. 6 oylik chaqaloq paytimda Yangi yil bayramini nishonlash uchun otam meni onamni va onamning onasi, buvimni olib Andijonga onasining oldiga ketmoqchi bo'lgan. Shunda onamning onasi rahmatli Fotima buvim, men uzoq yo'lga charchab qolaman, shuning uchun Toshkentda qolay deb uyda qoladi. Otam ketishdan oldin mashinasini qizdirish uchun ko'chaga chiqib, qaraganlarida yana shu shubhali mashinaga ko'zi tushadi. Uzoq yo'l, qolaversa u paytlar dovon yo'li ancha tor bo'lgan. Tashqarida qor yog'ib turgan mahalda biror hol bo'lmasin deb, go'yoki farzand, ya'ni meni uyda qarovchisi bilan qolgandek ko'rsatish uchun otam katta dublyonkasining ichiga meni solib, ustidan sharfini ham o'rab, qo'lini chalishtirib olgan. Onam otamning qo'llaridan ushlab olgan holda xuddi gaplashib ketayotgandek meni yashirincha olib o'tib, mashinaga chiqib olishgan. Ko'rgan odam bola uyda qoldi deb o'ylashi uchun shunday qilishgan ekan. Otamning aytib berishicha 6-7 soatdan so'ng manzilga yetib borganmiz. Yetib borishimiz bilan Toshkentdan mudhish xabar kelgan va shoshilinch otamni chaqirishgan. Otam nima uchun deganda, onaxon vafot etibdi deyishgan. Nima bo'lganini tushunmay qolishgan. Onamning onasi rahmatli juda ham kamtarin va xokisor ayol bo'lgan ekan. Hatto erkak kishi bilan gaplashganda uning ko'ziga qaramas ekan. Shuning uchun eshik taqillasa ham erkak kishi bo'lsa ochmasdan gaplashar ekan. Agar uyga kelgan odam ayol bo'lsa, eshik ochib gaplashgan. Otam bilan ketganimizdan so'ng bolani olib ketish uchun uyga bostirib kelganlarning orasida ayol kishi ham bo'lgan ekan. Shuning uchun buvim taqillagan eshikni ochgan. Ochishi bilan shu joyning o'zida bo'g'ib o'ldirishgan. So'ng buvimni xuddi o'zini osganday qilib ko'rsatib qo'yishgan ekan. Bosqinchilar uydagi na pul va na tillalarga tegishib, o'sha paytlarda to'ylarda kassetalarga video oladigan katta kameralar bo'lardi. Otam rahmatli texnikani yaxshi ko'radigan inson bo'lgan. Shuning uchun uyimizda ana shunday kamera ham bo'lardi. Men tug'ilishimdan to aka-singillarim tug'ilgunga qadar hammamizni video tasvirlarga olib yurardilar. Uyimizga kelgan bosqinchilar faqat go'dakligimda olingan video tasvirlarni olib ketgan. Mana shunday shubhali voqealar sabab vakuumda katta bo'lishga majbur bo'lganmiz, deydi xonanda. Bironta san'atkorning farzandi bunday ish qilishini xohlamayman. Yulduz Usmonova suhbat davomida boshlovchi Shohjahon Jo'rayevga bir necha yil avval ijtimoiy tarmoqlarda katta bahslarga sabab bo'lgan mavzuni eslatdi. Xususan, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning marhum Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini boshqa xonandalar tomonidan kuylanishiga qo'yilgan taqiq haqidagi tanqidiy fikrlari iqtibos sifatida o'qib eshittirildi. Biz san'atkorlardan keyin bironta farzand bunaqa ish qilishini xohlamayman. Qo'shiq meniki, hech kim aytmasin. Nega seniki? Sen yozdingmi bu qo'shiqni? Sen bu talantni berdingmi? Allohning ne'matichi, bu shirk emasmi? Bu xalqning mulki. Hech qachon oilaning mulki bo'lmaydi. Dada seniki bo'lishi mumkin, lekin undagi ne'mat xalqniki, degan edi o'shanda xonanda Yulduz Usmonova. Bu mening emas, otamning qarori edi. Shohjahon Jo'rayev hamkasbining ushbu keskin fikrlariga nisbatan o'z munosabatini bildirdi. O'zi o'tgandan keyin shu gaplarni tomosha qilamiz. U inson o'zi vafot etgandan keyin hali nima bo'ladi? U o'zi bilmaydi-ku. Birinchidan bu publikaga o'ynash, xalqqa yoqimli gaplarni gapirib o'zini ko'rsatish. Uning ham o'zi qilgan asarlari uniki va vafot etgandan keyin xohlaydimi, yo'qmi, bular qiziga o'tadi. Farzand onasining mulkini birovlardan saqlaydi va o'zi yangi, chiroyli yo'llarda ishlatadi. Onasining nomini abadiylashtirish uchun ham ishlatadi. Biz ham xuddi shu yo'ldamiz. Ikkinchidan, bu mening emas, otamning qarori edi. Buni isbotlaydigan gaplar video tasmada ham bor. Otam men shuni xohladim va mualliflik huquqi bilan himoyaladim deb. Bu uchun hamma javob berishi shart. Shuningdek, Shohjahon Jo'rayev o'zi va oilasi haqida aytiladigan bo'xtonlarga kim bo'lishidan qat'iy nazar javob berish shartligi haqida gapirdi. Nima uchun xohlagan odam chiqib otamning misqollab yiqqan obro'sini poymol qilish kerak? Nima uchun onam men haqimda xohlagan bo'xtonni gapiraversa ham unga indamaslik kerak? Nima uchun? Qachongacha o'zbekchilik degan narsa bilan o'tib ketamiz? Ularga
mumkinmi? Nega degan savol uyg'onadi. Ayolga ham, erkakka ham, yoshi kattasiga ham, yoshi kichigiga ham kim bo'lishidan qat'iy nazar nega tirikligida o'ziga aytmading? Zo'r bo'lsang nega kelib sening shunaqa ayblaring bor deb yuziga aytmading? Aytolmasdi, chunki haqiqat emasdi. San'atkorning alami qolib ketgan. Shu alamini olyapti. Ular o'tib ketgan o'lik bilan o'ynashyapti. Mana shu tomoni kulgili deydi xonanda. Intervyuning oxirida shu va shunga o'xshash shou biznes vakillari hayoti sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.